Xo'p, yana ozgina qoldim. Bo'ldi, man yomon charchab ketdim. Qo'ygan ertalab qilib qo'yarman. O'zi nimaga man bunaqa kechqurun qilyapman? Ertalab emas hech kim yo'qligini. Bo'ldi, mana shu oxirgi огородimni qo'ying, keyin bemalol uxlashga ham kirib keta olmayman. O, la 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 la. O'zi lekin hozir o'ylab qarasam boru, hozir mana shularni hammasini qilib olsam, keyin ertalab maza qilib uxlay olmayman. Unda hozir hammasini qilib qo'yaman. La 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 la. Nima? Tushunmadim, kimdir yugurib o'tib ketdimi yoki menga shunaqa ko'rindimi? To'xtanglar, tushunmadim. Mayli, unda borib hozir uxlay qoling. Kim bu? Nima tushunmadim. Voy, kimdir baqirgan ovozini eshitdim. Men tushunmadim. Voy, soat nechi bo'ldi? Namuncha qorong'i bu yer. Qanicha, voy bu soat kechki 3 ekan-u. Hammaga salom bo'ldi. Meni ismim Kompot, meni yangi videomga xush kelibsizlar. Voy, to'xtanglar, tushunmadim. Sizlar ham qanaqadir baqirilgan ovoz eshitdinglarmi? Svetim qani o'zi namuncha qorong'i bu yer. Hop, to'xtanglar, qani fakelni olamiz-da. Hop, bu yerga qo'yamiz. Ay, voy, namuncha yorug'. Mayli, hech nima qilmaydi. Bolalar, tushunmadim. Sizlar ham qanaqadir baqirgan ovoz eshitdinglarmi ko'chada? Lekin hech nima yo'q, to'g'rimi? Hamma yot tinch. Qanicha? Bu yoqda hech kim yo'q, bu yoqda ham. To'xtanglar, men lekin kimdir baqirgan ovozini eshitdim-da. Au, kimdir bormi bu yoqda? Kimdir baqirgan ovozini eshitdimmi men? Menimcha bu yoqda lekin hech kim yo'q. Soat kechligini qaranglar. Kim baqirdi unda hozir yoki nima, men tushimga kirdimi? Nima deb o'ylaysizlar? Qishlog'imizda hamma uxlayapti, hamma yoq qorong'i. Lekin kimdir baqirgan ovozini eshitdim deyman baribir. Qayoqda ekan? Bu yoqlarda hech kim yo'q lekin. Bu yoqlarda ham tushunmadim. To'xtanglar. Mana bu nima? Bu nimaga yana mana bu yerda огородlar buzilib yotibdi? Eng katta savol, mana bu nima bu? Qonmi bu? Nima tushunmadim. Значит, bu meni tushimga kirmagan. Rostdan ham kimdir baqirgan. To'xtanglar, men bu yoqda bitta o'zim turishga nimagadirga qo'rqyapman to'g'risini aytsam. Kompot, sanmini? Qishlog'i, san jinniroqmisan? Shunaqa ham qo'rqitasanmi meni? Kompot, san ham bunaqa kechmaganda nima baqiryapsan? Endi sen qo'rqitib yuborganingdan keyin baqiraman-da. Yo'q, undan oldin ham baqirding-ku, to'g'rimi? Yo'q, sen ham qanaqadir baqirish ovozi eshitdingmi? Aha, man ham qanaqadir baqirish ovozini eshitdim-da, chiqdim. Men san deb o'ylagandim. Yo'q, menda ham xuddi shunaqa gap, qanaqadir baqirilgan ovoz eshitdim-da, men ham chiqdim. Yana qaraman bitta nima bo'layotganini. Oho, tushunmadim, bu nima bu? Qonmi bu? Bilmasam, qishloqqa men ham hayronman, nima qilyapti bu yoqda? Men ham kimdir baqirganini eshitib chiqdim eshog'i. Men kimdir baqirganini eshitdim. Men ham eshitdim kimdir baqirganini. Endi sen ham meni qo'rqityapsan. Meni qo'rqitmalaring, iltimos. Nimalar bo'lyapti? Kompot, balki militsiya chaqirarmiz. Yo'q, militsiya chaqirib endi nima deymiz? Balki qanaqadir zombi baqirgan ovoz eshitilgandir. Men o'z to'g'risini aytsam, bu yoqda turishga qo'rqyapman. Ketdi uxlashga, keyin ertalab hal qilamiz. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Kompot, to'g'ri aytyapsan, ketdi unda uxlashga. Bo'pti, qishloqlar yaxshi yotib turinglar. Men esa ketdim uxlashga. Bolalar tezroq uyga ketgim kelyapti deb ko'chada turishga ham qo'rqyapman. Kimdir baqirgan ovozini eshitdik-da biz hammamiz. Ichini qulab qo'ya qoling. Bo'ldi, svetni o'chiramiz-da. O'sha uxlashga ham ketdim, chunki men bu ovoz meni yomon qo'rqitib yubordi. Bolalar, uzr, endi men hozir kamerani o'chiraman, chunki yomon uxlagim kelyapti-da. Ertalab esa hal qilib olamiz biz nima bo'lganini. Ko'chada bitta o'zim yurishga ham qo'rqyapman deyboru, ana ovozdan keyin mayli tezroq uyimga borib olaylik, ham chetdan yurib. Xo'p, eshikni ochamiz. Bitta qo'y, ikkita qo'y, uchta qo'y, to'rtta qo'y, beshta qo'y. Vashshi bolalar uxlagim kelmayapti deb boru, ana ovozdan keyin vashshi uxlamayapman. Уже soat ham kech bo'lib ketgandir, uyqum ham qochib ketdi. Уже soat o'zi necha bo'lgan ekan, qanicha? Soat kechki 4 bo'libdi уже bolalar, balki ertalabki 4dir, bilmaymiz kim qanaqa deydi. Mayli, ko'chani qaranglar, qanaqa qop-qorong'iligini. Tushunmadim. Bolalar, men bunaqa azonda hech kimni lekin kutmayapti. To'g'risini desam, qo'limga qilich olib qoling. Kim keldi bunaqa azonda, tushunmadim. Kompot, och buman, qishloqiman. Qishloqi bo'lsanmisan? Bo'ldi, ketyapman eshikni ochishga. Hop, qishloqqa kir, ichkariga nega ko'chada turibsan?
Kompot qanaqadir g'alati narsalar bo'lyapti. San ani ovoz haqida aytyapsanmi? Yo'q, kompot oq kiyimchi qishloqqa yuvib qoldi. Nima qanaqasiga hazillashyapsanmi? Yo'q, men rostdan aytyapman. Men u baqirganini eshitdim-da, keyin chiqsam, qarasam u eshigi ochiq ekanda, o'zi esa yuvib qolibdi. Nima qanaqasiga san hazillashyapsanmi? Iltimos menga to'g'risini aytgin. Yo'q, kompot nimaga men hazillashaman? Men uchun militsiya chaqirish kerak-da. Yana men o'rmonda qanaqadir g'alatiroq qishloqqa ko'rib qoldim. Kompot rasmga ham oldim даже. Rasmga oldim deysanmi? Xo'p, qani bitta ko'raychi. Tushunmadim, qishloqqa kim bu? Kompot, men ham hayronman. Mana shu o'rmonda men ko'rib qoldim-da, sirasi rasmga oldim. Keyin esa sani uyingga yugurib keldim. Oy, nima qilamiz? Kompot, menimcha rostdan militsiya chaqirish kerak-da. Yo'q, menimcha militsiya chaqirishga hali vaqtli-da. Tushunmadim. Nima bo'ldi? Voy, o'ynamsizmi? Kompot kimdir o'ynayni sindirdi. Men ko'ryapman, qishloq o'zboy to'g'ri aytibsan deb borib militsiyaga telefon qilish kerak ekan. Hop, telefonim qani? Bo'ldi, tezroq 1-2 qilamiz, tezroq. Hop, 1-2 qilamiz. Kompot momot ko'tarishyaptimi? Bilmayman, hozir ko'tarishligi kerak. Minecraft militsiyasi, sizni eshitaman. Assalomu alaykum. Bizning qishlog'imizda qanaqadir g'alatiroq qishloq yugurib yuribdi. Qanaqa qishloq? Menga yaxshilab tushuntirib bera olasizmi? U qanaqadir qizil ko'zli qishloq. Nima? Qanaqa qizil ko'zli qishloq? Yaxshilab tushuntirib bering. Bilmayman, bizning qishlog'imizda qanaqadir g'alati qishloq yugurib yuribdi. Iltimos bizga militsiya jo'natib yuboring. Nima? Ovozingiz eshitilmayapti. Allo, ovozingiz eshitilmayapti. Voy, nima? Tushunmadim. Qishloqqa internet yopib qoldi. Kompot, uni tezroq bu qishloqdan qochish kerak. Bo'ldi, qishloqqa men tushundim. Yo'lda qochib militsiyaga telefon qilish kerak. Lekin hozir hamma qishloqlarni ham uyg'otish kerak, unda tezroq birga qochish kerak. Bo'ldi, kompot ketdi unda. Hammani tezroq uyg'otib, tezroq qochib ketamiz bu qishloqdan. Bo'ldi, ketdi u qishloqqa tezroq. Bo'ldi, qoch. Men ketdim, tezroq qishloqlarni uyg'oting. Bo'ldi, sen bu yoqdagi uylarni uyg'otib turgin, men esa ayoqdagi qishloqlarni uyg'otaman. Bo'ldi, tezroq qochamiz. Qishloqlarni uyg'otish kerak. Allo, qishloqlar turinglar. Tushunmadim, nimaga bu yoqda qishloqlar-yu? To'xtanglar, balki tepadadir. Bu yoqda o'zi har doim kamida 5 ta qishloq uxlaydi-yu. Nimaga bu yoqda hech kim yo'q? Voy, bu yoqda hech kim yo'q ekan, lekin rostdan ham. Qishloqqa sen kimnidir topdingmi? Yo'q, kompot, bu yoqda hech kim yo'q ekan. Voy, siz yoqda ham hech kim yo'q ekanmi? To'xtanglar, mayli, unda boshqa yo'llarni qidirish kerak. Hop, tezroq. Qishloqlar, uyg'oninglar, ketish kerak bu yoqdan tezroq, qishloqlar. Voy, nimaga bu yoqda ham hech kim yo'q? Qani hamma qishloqlar? Nimaga qishloqlar yo'q bo'lib qolishgan? Mayli, to'xtanglar, balki anti uyladadir hamma. Hop, tezroq. Hop, bu yoqda hech kim yashamaydi. Qishloqlar, uyg'oninglar, kim bor bu yoqda? Voy, bu yoqda ham hech kim yo'q. Voy, qanaqasiga? Ne hamma yo'q bo'lib qolgan? Balki qishloq kimnidir topgandir. Qishloqqa sen kimnidir topdingmi? Yo'q, kompot, men hamma 4 ta uylarni qarab chiqdim. Bu yoqda hech kim yo'q ekan. Voy, qanaqasiga hamma yo'q bo'lib qolgan? Qani hamma? Bilmayman, kompot, men ham hayronman. Qani hamma nega yo'q bo'lib qolishgan? Bilmayman, qishloq, balki sen yomon qaragandirsan, balki kimdir bordir. Hop, qanichi? Oy, tushunmadim, kim bu? Qishloqqa qochdi. Nima kompot? Yo'q, men o'sha oldi. Voy, men qochdim bu qishloqdan tezroq. Bo'ldi, tezroq qochish kerak bu yoqdan tezroq. Bo'ldi, narsalarimni olib, hop, tezroq. Tushunmadim, nima bu? Meni nima qildi? Mayli, bu so'z muhimmas. Men tezroq bu yoqdan ketib keling. Notebookimni olaman. Hop, tezroq hamma narsani yig'ib olaman. Bo'ldi, sandig'imdagi hamma narsalarni olaman. Tezroq. Men qochib ketaman bu yoqdan. Voy, to'xtanglar, fakil olish kerak. Hop, bo'ldi, tezroq qochib ketish kerak. Tezroq bu yoqdan. Men ketdim ayol. Qayerga bo'lsa ham qochib ketish kerak tezroq. Bo'ldi, tezroq qochamiz. Bo'ldi, men bilmayman qancha uzoqqa qochib ketdim qishlog'imizdan, lekin mayli, men qochuraman, oxirigacha qochaman. Orqamdan hech kim yugurmayapti, to'g'rimi? Qochaman, tezroq qochaman. Militsiyaga ham tezroq telefon qilish kerak. Hop, qochish kerak, tezroq qochish kerak. Orqamdan hech kim yugurmayaptimi? Menimcha, lekin hech kim yugurmayapti-yu, to'g'rimi? Uje to'xtasam ham bo'lardi-yu. Ozgina nafas olishga, men bilmayman, 1 soatcha menimcha to'xtamasdan yugurdim demak qishlog'imizdan. Voy, aytgancha menda fakil bormi? Yorug'roq bo'lishga. Fakil olgandim, ana bo'ldi. Endi ozgina bo'lsa ham yorug'roq bo'ladi. Hop, aytgancha men militsiyaga telefon qilmoqchi edim. Bo'ldi, tezroq militsiyaga telefon qilish kerak. Hop, ko'taringlar, iltimos, tezroq ko'taringlar.
Minecraft militsiyasi eshitaman. Assalomu alaykum boy, men sizga telefon qilgandim, agar esingizda bo'lsa qishloq bo'yicha. Ha, esimda, Qizilko'zlik qishlog'i bo'yicha. Keyin internet kimdir bo'ldimi, uzilib qoldi keyin. To'ppa-to'g'ri, men hozir u qishloqdan qochib ketdim, chunki u menga otildi-da, men qochib ketdim keyin. Siz hammasini to'g'ri qilibsiz. Hech qayerga qochmay turing, o'sha yerda turib turing. Biz hozir tez boramiz. Turgan joyingizda qimirlamay turing. Agar siz yana o'sha qishloqni ko'rib qolsangiz, to'xtamasdan qoching bizga telefon qilib. Men hozir militsiyalarni jo'natib yuboraman. Bo'ldi, faqat tezroq kelishsin. Iltimos, yo'da yana fioletoviy kiyimdagi qishloqi ham bor edi. Unga nimadir qilgan bo'lishi mumkin, ushlab oluvdi. Bo'ldi, men tezroq militsiyalarni jo'natib yuboraman. Siz joyingizdan qimirlamay turing. Bo'ldi, xo'p, rahmat kattakon. Bo'ldi, men militsiyaga ham telefon qilib oldim. Hozir tezroq qishlog'imizga kelishadi degan umiddaman. O'zi to'g'risini aytsam, men Mamatda ham qolgim kelmayapti. Boru qanaqadir qo'rqinchli o'rmonda. Yana men rasmga qarayli. Voy, tushunmadim, bu rasmga nima qildi? Qarayli. Esingizdan boshida men rasm ochganimda rasmga hech nima qilmagan edi. Hozir qarayli, nimadir bo'lganmi rasmga? Yo'q, men nimadir bu rasmga ushlashga qo'rqaman boru. Bu yoqdan ham ketsam kerak, menim chujman boru, yomon qo'rqib ketyapman bu yoqda turishga. Yomon charchab ketdim-da, o'zi lekin mayli, tezroq militsiyalar bizani qishlog'imizga kelishadi degan umiddaman. Men esa ketdim bu qo'rqinchli joydan. Bizani qanaqadir g'alatiroq joyga chaqirishibdi. O'zi biz bu yoqqa nimaga keldik, nima uchun? Bu 13-qishloq. Bu yoqda qanaqadir g'alatiroq qishloqqa yugurib yurgan ekan Qizilko'zli. O'shanga keldik. Mayli, men unda hozir borib tekshirib kelaman. Sen esa mana shu mashinada qolib tur. Nimadir bo'lsa, meni oldimga kelasan, xo'pmi? Xo'p, bo'ladi, aytganingizni qilaman. Ratsiyani ham qo'lingda ushlab turgin. Men seni chaqirishim mumkin. Xo'p, men esa bu qarab kelishi nimalar bo'layotgan ekan bu yoqda. O'zi ham lekin yomon qorong'i ekanda, boru menimcha o'zi kechqurun o'shanga hamma uxlayotgan bo'lsa kerak. Xo'p, men bu uyga kirib so'rab ko'ramiz nima bo'layotgan ekan bu yoqda. Nimaga bu yoqda eshik ochiq tushunmadim. Assalomu alaykum. Bu men Minecraft militsiyasiman. Kirsam bo'ladimi? To'xtanglar, men pistolet olib qoling, nimagadir menga yoqmayapti, tushunmadim. Bu yoqga nima qilgan? Tushunmadim. Qanaqa ovoz? Tushunmadim. Minecraft militsiyasi hech kim qimirlamasin. Tushunmadim. Qanaqadir ovoz eshitdim lekin men. Tushunmadim. Anta ichkarida 100% kimdir bor. Men yana qanaqadir ovoz eshitdim. Hop, Minecraft militsiyasi hech kim qimirlamasin. Hop, qanichi? Bu yoqda lekin hech kim yo'q ekan. To'xtanglar. Sheri, tez meni oldimga kelgin, yordaming kerak. Sheri, tushunmadim, sen meni eshitmayapsanmi? Alo, Sheri. Tushunmadim, nimaga bu indamayapti? Mashina ichida o'tiribdimi? To'xtanglar, men oldinga ko'rsatib qo'yaman. Ratsiyani qo'lingda ushlab turgan degandim-a. Qanicha, qani bu? Tushunmadim, nimaga bu mashinada-yu? To'xtanglar, u ham meni tekshirishga ketgan bo'lsa kerak-da, mayli. Hop, bu yoqda kimdir bu yo'qmikan? Kimdirdan so'rashga. Hop, assalomu alaykum. To'xtanglar, kim bor bu yoqda? Bu yoqda ham hech kim yo'q ekan. Qayoqdadir o'zi, kimdir bormi bu yoqda? Ne, hech kim yo'q. Hop, qanicha? Oppa, men bitta mana shu narsa topib oldim. Hop, buni yozib olish kerak. Qanaqadir qizildog' buzilgan огородlarni oldida. Yana sherigim ham javob bermayapti. Hop, hamma narsani yozib oldim. Yana tekshirishga ketaversam bo'lardi. Yana gapirib ko'raychi. Sheri, sen qayerdasan? O'zi nega ketib qolding mendan ruxsat so'ramasdan? Sheri, boshqa hech qachon men shu bilan birga ishlamayman deb boru bekor shu bilan birga ishlayotgan ekanman. Qayoqqadirga ketib qopti. Mayli, ikkinchi bu bilan ishlamayman, men boshqa. Hop, mayli, yana tekshirib ko'raylik ketuvchi. Hop, bu yoqda kimdir bormikan? Hop, qanichi?